Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Bugun aprel oyining 4-chorshanbasi shahrimizda navbatdagi avtomobilsiz kun aksiyasi bo'lib o'tmoqda. Ekologiya vazirligi va Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi tomonidan shu tadbirda faol qatnashgan yurtdoshlarimizga qimmatbaho sovg'alar berilmoqda. Ushbu tadbirdan o'tkazish asosiy sabablaridan biri sog'lom turmush tarziga o'tish hamda shahardagi tirbandliklarni kamaytirish va avtomobillardan chiqayotgan zararli tashlamani kamaytirishga qaratilgan. Avtobus yaxshi, bemalol. Haydovchimiz o'zi 40 yildan beri bir ishxonachchilik uchun chiqdimda, hamma imkoniyat bor. Bugun nima sababdan jamoat transportiga chiqdingiz? Tez yetib olaman ishxonaga. Nima sababdan jamoat transportidan foydalanmoqdasiz? Постоянно пробка, odamlarga неудобно и mashina ko'payib ketdi. Ekologiya, во-вторых, здоровье. Jamoat transporti qanday foydalanadi? bugun qanaqa kun, bilasizmi, xabaringiz bormi? Biz avtomobilsiz sal qiyinroq. Bugun qanaqa kun ekanidan xabaringiz bormi? Yo'q, xabarim yo'q ekan. Bugun qanaqa kun ekanidan xabaringiz bormi? Yo'q, xabarim yo'q. Avtomobilsiz kun bugun. Xabarim yo'q edi, uzr. Bugun qanaqa kun ekanidan xabaringiz bormi? Yo'q, assalomu alaykum. Har oyning 4-chorshanbasida avtomobilsiz kun deya tavsiya etilgan va bu kunni qonun qoidalariga rioya qilish, jamoat transportlaridan foydalanish tavsiya etiladi. Rahmat kattakon, boringlarga shukr. Assalomu alaykum. Bugun qanaqa kun ekanidan xabaringiz bormi? Qani yo'q xabarim yo'q. Bugun avtomobilsiz kun sizga ham tavsiya etamiz va atrofingizdagi insonlarga ham tavsiya qilishingizni so'rab qolamiz. Bugun qanaqa kun ekanidan xabaringiz bormi? Yo'q. Jamoat transportidan foydalanish tavsiya etiladi. Hisob-kitoblarga ko'ra 200 mingdan oshiq avtotransport vositalari ushbu kunda harakatlanmasa, ulardan chiqadigan zararli tashlama, ya'ni 580 tonnaga yaqin zararli tashlama oldi olingan bo'ladi. Azizlar, avtomobilsiz kun tadbirlari o'tkazilishiga qaramasdan, lekin shahrimiz ko'chalari mana shunday avtotransport vositalari bilan gavjum. Ushbu kunni qonun qoidalariga har biringiz rioya qilishingizni va ko'proq jamoat transportidan, ekologiyaga, tabiatga zarar yetkazmaydigan transport turidan foydalanishingizni tavsiya etamiz. Zero tabiatni asrash har birimizning burchimizdir.